manga qarang. Mana shuni olasizda, mayatgan joyga, mayatgan odamga olib borib berasiz. Sizni yuz ko'zingiz shiringina, ko'rinishingiz sipo. Sizdan hech kim shubhalanmaydi. Faqat mayatgan ishlarni zo'r qilib bajarib bersangiz, sizni o'zingiz kutmagan darajada xursand qilaman. Mayli, ko'rakan opa, men qatdan taniyman uni. Siz tanishingiz shart emas, sizni tanib oladi. Men rasmingizni ularga yubordim. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Xuddi mana shunday aldovlar bilan 21-asr avosida atalgan giyohvand moddalar oldi-sottisiga aralashgan shaxslar qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimlari tomonidan 1992-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan fuqaro xolislar ishtirokida tekshirilganda yonida mavjud bo'lgan qora rangli erkaklar sumkasi ichida qizil rangli selofan paketga o'ralgan bir dona qora rangli o'zidan o'tkir hid tarqatuvchi mumsimon noma'lum modda borligi aniqlanib, fuqarodan ushbu modda to'g'risida so'ralganda gashish giyohvandlik moddasi ekanligini va uni internet Telegram ijtimoiy tarmog'idan 300 ming so'mga sotib olganligini ma'lum qilgan. Shuningdek, 2002-yilda Navoiy viloyatida tug'ilgan fuqaro Toshkent shahri Chilonzor tumanida xolislar ishtirokida tekshirilganda egnida bo'lgan qora rangli kurtkasining chap cho'ntagidan bir dona oq polietilen paket ichida kukun ko'rinishdagi noma'lum modda borligi aniqlanib, fuqarodan ushbu modda to'g'risida so'ralganda bu modda sintetik modda ekanligini va uni internet orqali 400 ming so'mga sotib olganligini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Savdoda baraka borligi hech kimga sir emas, ammo qonunga xilof mahsulotlar yoki xavfli mahsulotlar bilan qilingan savdo sizga rizq emas, aksincha umringizni barbod bo'lishiga olib keladi.